Dollar haqida qiziqadiganlar uchun muhim ma'lumot e'lon qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. O'zbekistonda va xorijda ro'y berayotgan eng muhim va so'nggi yangiliklardan doimiy xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, hoziroq 3/5 uz kanaliga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 27 fevral kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, dollarning rasmiy kursi 0,53 so'mga tushdi va 12136,57 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi ham 11,52 so'mga oshdi va 14318,73 so'm etib belgilandi. Rossiya rubli 0,83 so'mga tushdi va 157,70 so'mni tashkil etdi. Xitoy yuani esa 6,98 so'mga ko'tarildi va 174,002 so'm etib belgilandi. Oltinning 1 grammi uchun narx esa 1500 so'mga oshdi va 2,95,300 so'mni tashkil qildi.